150 milliongacha olsa bo'ladi-da foyda. Boshqacha navli ko'chatda bu. Yangi yo'l agrostar bilan shartnoma tuzib, shartnoma asosida hozir mana 5 sotix issiqxona qurib berishdi. Hamma narsa bilan ta'minlab berishdi. Tomorqam bo'shida hozir, keyin bular kelishdida shartnoma asosida qilib beramiz biz, bo'lib to'lash asosida deydi. Keyin ma'qul kelib o'shani hozir pomidor ko'chati ekkanmiz, bo'ron. 100 milliondan 150 milliongacha olsa bo'ladi-da foyda. 15-16 million rasxod bo'lishi mumkin-da endi. O'shanga qarab qolgani foydaga xudo xolasa. Chetga eksport qilamiz deyilyapti hozir. Shartnoma shunday bo'lgan hozir. O'sha eksportchilar bilan olib kelib ko'rsatib, o'sha ko'chatni ham qanaqasini ekishchi bularni o'zi tavsiya qildi. O'sha ko'chat ekildi hozir. Foyda ko'proq xudo xolasa endi. 2 oy mobaynida hosil olinadi. 2 oydan keyin bu palak yulib tashalib, keyin boshqa narsa ekiladi. Bodring ekamiz keyingisiga xudo xolasa hosilga. Yangi o'ragastar bilan tomchilab sug'orish yo'lga qo'yganmiz. Ko'chatlarimiz kichkinaligi sababli hali qo'ymadik. O'rnatyapmiz hozir. Ozuqalarni o'sha tomchilab sug'orishdan beramizda. Tomchilab sug'orishda me'yorida bo'ladi hammasi. Ko'chat bir xil o'sha rivojlanib, bir xil hosil beradi. O'sha dori tejaladi, suv tejaladi. Katta yordam bo'ldi hozir bu. Hozir qishga ham chiqarsam bo'ladigan qilib berishdi bular hozir. Termiz 3 qavatli qilib. Eng birinchi masala kambag'allikdan chiqarib ish bilan ta'minlash bo'lyapti-da. Hozir prezidentimizning tashabbuslari, sharoit yaratilyapti hozir. Shuni endi unumli foydalanish kerak-da hozir shunda. Ozgina harakat qilsa hammasi bo'ladi. Sharoit yetarli. Mana hozir hali bu hosilimiz pishmasdan eksportga o'zi shartnomani bo'lyapti. Chetga xudo xolasa sotamiz-da endi. Shu O'zbekiston pomidori deb shu harakatidamiz hozir.